Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugun sizlar bilan umumiy dehqonchilik fanidan tuproqni ishlashdagi texnologik jarayonlar mavzusidagi navbatdagi ma'ruza mashg'ulotimizni boshlaymiz. Ma'ruzani qishloq xo'jalik fanlari nomzodi dotsent Sidiq Saidjon olib boradi. Ma'ruza davomida sizlar bilan tuproqni ishlashda bajariladigan texnologik jarayonlar bilan tanishib chiqamiz. Shu asosda ma'ruzamizning quyidagi rejasi tuzib olingan. Avvalambor ana shu texnologik jarayonlarni bajarishda yerga ishlov beriladigan qurollar bilan tanishib chiqamiz. Insoniyatning dastlabki rivojlanish bosqichida, ya'ni ibtidoiy jamoalardan boshlab insonlar dehqonchilik bilan shug'ullanib, o'zlarini oziq-ovqatga yoki boshqa mahsulotga bo'lgan talabini qondirib kelishgan. O'sha davrlarda ishlov berish qurollarini ahamiyat bersanglar, oddiy, sodda ko'rinishga ega bo'lgan. O'sha davrni o'ziga mos bo'lgan ishlov berish qurollari tuproqqa. Keyinchalik kishilik ongining rivojlanishi, texnikaning rivojlanishi natijasida yerga ishlov beradigan qurollar takomillashib, murakkablashib borgan. Yerga ishlov berishda bir qator texnologik jarayonlar amalga oshiriladi. Shulardan biri haydash deb nomlanadi. Haydash deb nimaga aytiladi? Ayrim adabiyotlarda buni ag'darish deb ham nomlangan, lekin ikkalasi bir xil ma'noni beradi. Ag'darish tuproq qatlamining holatini vertikal holatda o'zgartirishga aytiladi. Ushbu texnologik jarayonni amalga oshirish uchun dehqonchilikda plug, diskali barana va boshqa qurollar yordamida amalga oshiriladi. Ikkinchi texnologik jarayon qatlamni yumshatish va maydalash deyiladi. Yumshatish deb tuproqning g'ovakligi va hajmini oshirish maqsadida tuproqdagi bo'laklarni o'zaro joylashishini o'zgartirishga aytiladi. Tuproq bo'laklari va ishlov beriladigan qatlam massasini struktura agregat holatigacha kichraytirishga maydalash deyiladi. Ushbu texnologik jarayonlarni bajarish uchun qishloq xo'jaligida plug, chizel, kultivator, barana va shu kabi qurilmalardan foydalaniladi. Ushbu rasmda sizlarga tuproqni yumshatishda ishlatiladigan qurollarning tasviri keltirilgan. Bular kultivator va chizel baranalar. Shuningdek, tuproqni yumshatishda zigzag baranadan ham foydalaniladi. Tuproqni maydalashda esa har xil ko'rinishdagi ega bo'lgan diskali baranalardan foydalaniladi. Ushbu rasmda BDN-22 markali diskali baranani tasviri ko'rsatilgan. Ushbu disklar yordamida harakatlanish natijasida yerning ustki qismidagi yirik bo'laklar agregat holatigacha mayda holatga keltiriladi. Navbatdagi texnologik jarayonni haydalma qatlam tuprog'ini aralashtirish deyiladi. Aralashtirish bir xildagi haydalma qatlam hosil qilish maqsadida tuproq bo'laklarini o'zaro joylashishini o'zgartirishga aytiladi. Ushbu texnologik jarayonni bajarish uchun plug va qatlamni ag'daradigan boshqa qurollardan foydalaniladi. Yana bir texnologik jarayon zichlash deb nomlanadi. Zichlash g'ovaklash, tuproq qatlamini yumshatish texnologik jarayonining aksi bo'lib, buni ta'rifida tuproq g'ovakligini kamaytirish maqsadida tuproq bo'laklarini o'zaro joylashishini o'zgartirishga zichlash deyiladi deb aytilgan. Zichlash nima uchun kerak? Erta bahorda tuproq qatlamida qish mavsumi davomida yig'ilgan namlikni ekin ekadigan optimal muddatgacha saqlash maqsadida tuproqning yuza qatlami ohista zichlab qo'yiladi. Shu asosda tuproqni qatlamidagi to'plangan namlik erta bahorgi shamol
havoni isishi natijasida yo'qotilishini oldi olinadi va urug' qadash yoki ko'chat ekish davrigacha tuproq namligi kerakli holatda saqlab turiladi. Tuproq qatlamlarini zichlash uchun dehqonchilikda mola, g'altak va shu kabi qurollardan foydalaniladi. Yana bir texnologik jarayonning nomi yerni tekislash deyiladi. Ekish va o'simliklarni parvarish qilish uchun qulay sharoit yaratish maqsadida yer yuzidagi notekislarni bartaraf etishga tekislash deyiladi. Tekislashni bir vaqtning o'zida yerni haydash paytida yoki kultivatsiya qilish jarayonlarida olib borish mumkin. Buning uchun greder, skreper, buldozer, barana, mala va boshqa shu kabi qurollardan foydalaniladi. Yana bir texnologik jarayonning nomi mikrorelyef yaratish. Relyef tushunchasi sizlarga ma'lum geografiya fanidan. Yer yuzidagi pastlik, balandlik, notekisliklarni ifodalaydigan tushuncha. Lekin dehqonchilikda meza, makrorelyef emas, mikrorelyef tushunchasi qo'llaniladi. Mikrorelyef yaratish jo'yak va egat olish jarayoni bo'lib, undan ko'zlangan asosiy maqsad tuproq qatlamidagi ortiqcha suvni yo'qotish, tuproqni havo, issiqlik, oziqa rejimlarini boshqarish hamda suv eroziyasidan saqlashdir. Mikrorelyef yaratish uchun dehqonchilikda so'qa, maxsus plug va boshqa shu kabi qurollardan foydalaniladi. Dehqonchilikda shuningdek yana bir texnologik jarayon yo'lga qo'yilgan, buni ang'izni saqlash deb nomlanadi. Ang'iz ma'lumki hosil yig'ib terib olingandan keyin o'simlikni madaniy ekinni yerki ustki qismi qirqib olingandan keyin tuproqda qoldiradigan qoldiq qismi. Shuni ang'iz deb nomlanadi. Ang'iz nima uchun saqlanadi? Ang'iz asosan shamol eroziyasi kuzatiladigan hududlarda yaxshi samara beradi. Buning uchun mazkur hududlarda yerga ishlov berishni muhim texnologik jarayoni tavsiya etiladi. Bu asosda yer yuzasida ang'iz saqlab qolinadi. Natijada kuchli eshadigan shamollar tuproqni yuza unumdor struktura qismini uchirib yo'qotib ketmaydi. Shuningdek, yerni ishlashda qoldirilgan ang'iz tuproqni eroziyadan saqlaydi. Qor ko'p saqlanishini ta'minlaydi. Shu bilan birga natijada dalalarni suv rejimini yaxshilaydi. Yana bir ijobiy tomoni, ang'iz qoldirib ishlov berilganda chuqur yumshatib yassi kesuvchi, oddiy yassi kesuvchi kabi kultivatorlardan foydalanish nihoyatda yaxshi samara beradi. Bugungi ma'ruza materiallarini yanada mustahkam, yana kengroq biliminglarni oshirishingiz uchun quyidagi mustaqil tayyorlanish uchun vazifalar sizlarga beriladi. Ushbu vazifalarni mustaqil ravishda bajarib, yetilgan adabiyotdan foydalanib, bugungi olingan bilimlaringizni yanada mustahkamlab olasiz degan umiddamiz. Shu bilan ma'ruzamiz tugadi. E'tiboringiz uchun rahmat.